Eliqanıq naqşilari shakllanib bugungi holatga yetguncha ma'lum taraqqiyot bosqichlarini besib o'tgan. Eng dastlabki muzika bilan birlashmay yakka aytilgan naqshilarimizning qurilmasi oddiy aytmilari yo'q deyarlik tuzli edi. Hozirgacha xalq orasida aytilib kelayotgan o'rim naqshisi, hekim qatorliq naqshilarimizda qadimiy tus saqlanib qolgan.
Oltunum ey yüreklerde Abdünedim Manaqov 1911-yili tug'ilgan. U ijod qilgan Oshu bog', Parang yog'liq, Bulbul bo'lib sayrayman, Ah Hekim qatorliq ijodiyatlari xalq orasida hozirgacha aytilib kelmoqda. Bir şehriyayı mülki bu gayane ay yar tacudayı mülkin bul gayane ay yar
Ucuda iki güllerim Köydürüp, köydürüp Kıvraş kazan buldum bahar Buldum bahar yendim Vay cudayım Köydürüp, köydürüp Kıvraş kazan buldum bahar Buldum bahar yendim Vay cudayım 20 asrning 30 yillariga kelganda xalq naqshlarining muzika bilan birlashi naqshlarimizning qeliplashishini ilgari surdi. Xalq naqshlarini aytishda naqshchilarimiz bora-bora ijodiy holda har xil shakllarni yaratdi. Xalq naqshilarining mahir ijrochisi Joni Yo'ldashov 1908-yili tug'ilgan. U avrishim ko'cha naqshisi qatorliq yuqori avjilik xalq naqshilarini voyaga yetkazib o'rinlagan. Ozodlikning dastlabki yillarida o'zi yolg'iz aytgan va zikri albatta qatorliqlar bilan birlikda o'rinlagan uch yurish eli xalq naqshilari lintiga ilingan. Oblizxon Mahmud 1930-yili G'o'ljada tug'ilgan bo'lib, ili naqshillarini sap ovozda chiroyli aytish bilan ko'zga ko'ringan. U G'uncham, Qonliq dog' qatorliq sahna asarlarida bosh rollarga chiqib, tomoshabinlarning olqishiga erishgan. U ijod qilgan Olmila pishib qopti, Etiz naqshisi, Oyay qatorliq ohanglar xalqimiz so'yib anglaydigan va aytadigan ohanglarga aylangan. Yeah.
Gel